xuddi mana shu joy o'sha joy bo'ladi, aka. Ko'pchilik uyimni pishgan g'ishtdan quraman deydi. Aka, mana shu akam ham uyi pishgan g'ishtdan qurganlar. Lekin akamlar izolyatsiyani o'sha paytda qurgan, mana rasm yoki videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa o'rtasiga penoplast qo'yib ketganlar. Aka, bu uyingizni ertaga issiq suv o'tkazmasligi uchun ta'minlab turaman. Mana shu uy hozir muzdekini bo'lib turibdi, chunki devorlari to'g'ri izolyatsiya qilingan. Agarda siz uyingizni hali ham xuddi shunaqa qurib bo'lgansiz-ku, lekin nimadan izolyatsiya qilaman, bo'ldi, vaqt o'tib ketdi bo'layotgan bo'lsangiz, xato qilasiz, aka. Xohlasangiz biz sizni uyingizni tashqari tarafdan penoplastdan obshivka qilib berishimiz mumkin. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Necha santimetr xohlasangiz penoplast qilib beramiz. Eng asosiysi bu penoplastlarimiz ham dekor, ham izolyatsiya vazifasini bajaradi. Uyingiz remontiga ta'sir qilmagan holatda, o'sha eski uyingiz rangiga moslab turib, rangini ham to'g'irlab berishimiz mumkin yoki ustalamiz kelib bo'yab berishi mumkin. Xullas, aka, sizga agarda uyingizda issiq o'tayotgan bo'lsa yoki qishda sovib ketayotgan bo'lsangiz, tashqi tarafdan izolyatsiya qilish uchun eng optimal variant penoplast varianti, chunki narxiga hamyonbop, bo'lishi juda ham tez. Eng asosiysi ham izolyatsiya, ham dekor vazifasini bajaradi. Qayerdan olaman siz? Mana pastda raqamlar qolgan. Shu raqamga telefon qilasiz. Cho'ntagingizni o'ylab va o'zingizni sog'lig'ingizni o'ylab, mana shu kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, chunki mana shu kanalda biz izolyatsiya haqida to'liq ma'lumotlarni berib boramiz. Eng asosiysi jonim aka, sizni issiq sog'ingizni o'ylayotganida yomon-gomon davom etasiz. Videoni kimga tashlab qo'yishni o'zi bilasiz. Assalomu alaykum.